Ana tilim. Her insanın, ya her canlının bir ana tili bolgunday, mening bir ana tilim var. Ana til. Anamның, atamның, ajdadımның tili. Nima degan faxrlanardik-a? Ana til bilgan kishining izzatini qilg'um kelur. Ana tilini og'zidan oltin berib olg'um kelur. Shu ana til bo'lsa Amerika, Afrikada sarf etib mingarishtirlar. Anda men borg'um kelur. Ey ana til, bizga sen qolgan ulug'lardan nishon. Sen bilan ruhiy zaminda iftixorlang'um kelur. Ana tilimizni saqlab qolish uchun nurg'un tirishchanliklarni ko'rsatgan Mahmud Qashqari, Abduqodir Damullam, Abduxoliq Uyg'ur, Lutfullah Mutallib, Abdurahim O'tkir qatorliqlarning nurg'un tirishchanligiga sal qaramasligimiz kerak. Ular bizlarga tilimizni qoldirib qo'yish uchun zo'r tirishchanliklarni ko'rsatib, tilimizni bizlarga yetkazgan. Undaqda tilimizni puxta o'rganishimiz, tilimizni ravon so'zlayolishimiz bizning burchimiz emasmi? Kindiq qanimiz to'kilgan joyning, o'z vatanimizning, o'zimizning tilini bilmaslik, qanti bar turug'liq ucholmaydigan bir qushga o'xshaydi. Qush uchishni o'rganmagan sari o'zgalarga yam bo'lardi. Bizning holatimiz o'xshash. Tilimizni, ana tilimizni o'rganmagan sari madaniyatimizni dushmanga qoldirib qo'yaveramiz. Men o'zimni aytsam, kichikimdan tartib Uyg'urcha maktabda o'qib boqmadim. Uyg'ur savodim chiqqandan keyin Uyg'urchani taxmin yaxshilash uchun kitob o'qidim. Keyin Turkiyaga keldim. Bir necha yildan keyin koronavirus sababli ana til darsi torda o'tildi. Darsga tizimlashga kechikib qoldim. Lekin tizimlatgan tuqqanlarimning yanında o'tirib darsni oldim. Shu jarayonda o'zimni xuddi deraza tubida dars anglagan Mamtili afandimdek his qilib ketdim. Darsda muallim avatgan topshiriqlarni chiqarib ishildim. Bu orqali o'zimning darsga bo'lgan qiziqchiligimni taxmin oshirdim. Keyingi qatimdagi darsga cho'qim qatnashishim kerakligini haqiqiy ma'noda his qildim. Darsni anglash jarayonida bizning tilimizning nihoyat fasohatli ekanligini, tilimizning to'liq go'zal bir lirikaga to'lganligini his qildim. Xulos qilganda, tilimiz ajdodlarimizdan qolgan eng qimmatli omonat. Tilimizni saqlab qolish bizning mas'uliyatimiz, burchimiz, vazifamiz, qarzimiz ham farzimiz. Rahmat. Ayşe qizim, sizning nutqingizning asar qismidan boshlasak, bu asar nihoyatda qoyil qilarliq, muvaffaqiyatlik yoritilibdi. Siz asarda yeziqchilikda qo'llanilgan vositalarni qo'llanishga nihoyatda ahamiyat beribsiz. Masalan, bu asarda xitob, so'roq, bayon qilish va naql keltirish qatorliq vositalarning hammasi o'z joyini tepibdi. Siz garchi vatandan kichik ayrilgan, maxsus bir yeziqchilik tarbiyasi ko'rmagan bo'lsangizmi, lekin bu asarni muvaffaqiyatli yoritib, ondan mukammal talaffuzingiz orqali bizga sunibsiz. Sizga opirin deyman Ayşe qizim. Sizningki ham buningdan keyingi nutqlaringizda hissiyotliq, jonliq shaklda so'zlashni o'zingizga nishon qilishingizni umid qilaman. Siz ona til o'rganayotgan bolalarimiz uchun haqiqatan ulgu bo'lgudek bir munavvar qizgansiz. Sizga omadlar tilayman.